Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Oltinko'lga yetib kelganmiz. Ishimiz yakuniga yetkazgan bu xonadonni Xudo xolasa polni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu telefonimizni 130 ming so'mdan kvadratini qilib berganmiz. Oppoq alkafon fasonda. Kimga shunaqangi telefon ishlari kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xonadonlar shunaqangi go'zal ko'rinishda telefon ishlarini qilib beramiz. Mana bu joylarni ham ko'rsatamiz. Ko'ringlar. İşleriniz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimizda sizlar xohlagan fasonlar bor, tanlab aytsanglar biz uylarga mos telefon ishlarini qilib beramiz. 130 ming so'mdan vodiy bo'ylab shu narx amal qiladi. Reka, tunuka, usta xizmat dastavkasi, polnis hamma o'zimizdan bo'ladi. Vodiydan bo'lsanglar, bir mahal abid qilib bersanglar bo'lgani. Ko'cha tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'cha tomonlarni ham yakuniga yetkazganmiz. Bu obyektimizni yakuniga yetkazganimizga 2 oydan o'tdi. Xudo xolasa sizlarni ham xonadonlarga shunaqangi ko'rinish telefonlarni qilib beramiz. Aloqaga chiqsanglar, pastda telefon nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, Telegram nomerlarimiz bor, WhatsApplar bor. Chetda yurgan akalarimizga kommentariyaga o'z fikringlarni bildirasizlar degan umiddamiz. Telefon bo'yicha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar.